Siz ham avtomobilingizni rulini o'ynatganingizda xuddi shunaqa diqillagan ovoz chiqyaptimi? Videoni oxirigacha ko'rib turing, buni qanaqa qilib yo'qotish kerakligini va bu nimadan kelib chiqib turganini tushuntirib o'taman. Undan oldin siz videoga bitta like bosib, aynan shu videoni saqlanitga olib qo'ying. Bunaqa ma'lumotlarni sizga kamdan kam beraman. Avtomobilingizni rulini chapga o'ngga o'ynatganingizda tiriqlashiga sabab aslida chervik, ya'ni rulovoy kolonkani bir qismi bo'ladi. Ana shu chervik o'ynab lut berib qolib, xuddi shunaqa rulingizni o'ynatganingizda tiriqlagan ovoz beradi. Buni qanaqa qilib yo'qotish yo'lini o'rgataman. Bu yerda ligrovshigi bo'ladi. Xuddi shu ligrovshigini bo'shatib olinadi. Rulovoyingizni xuddi shu joyini yechganingizda ichidan oysimon ligrovshik chiqadi. Buni ozgina litollab, yana qaytadan joyiga qo'yib, tochni ligrovka qilib yig'ilsa, sizlarda bo'layap turgan muammo yo'qoladi. Agar shu ishdan keyin muammo yo'qolmaydigan bo'lsa, muammo cherveklaringda bo'ladi. Keyingi videoda bu haqda ham ma'lumot beraman. Bu videoni ruli doim tiqillab yuradigan o'rtoqlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.